Hürmetli vatandaşım, bugün geleksiğimizi başlayımız. Prezident Obama, Türkiye-Rusya münasebetideki ciddilikni pasaytishni müracaat qildi. Mavzuli xabar 12 ayının 1 kuni Fransiya Xalqaro radiosining tor betida e'lon qilindi. Va shu kuni Vanvi tor betiga yo'tkaldi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Obama haftaning 2 kuni Birleşken Devletler Teşkilatı'nın klimat o'zgarishi yig'iniga qatnashgan mezgilda Türkiye prezidenti Erdo'g'an bilan ko'rishdi. Ko'rishishdan keyin Turkiyaga Rossiya-Turkiya munosabatlarini yaxshilash to'g'risida chaqiriq qildi. Undaq bo'lmaydi ekan, o'rtaq dushmanga qarshi turish kuchi ojizlashib ketadi deb ko'rsatdi prezident Obama. O'xshashda prezident Obama ittifoqdoshlarni qo'llaydiganligini bildirdi. Bir hafta burun Turkiyaning harbiy aeroplani Suriya chegarasi orqali Turkiya havo tabarligiga yaqinlab kelgan Rossiya harbiy aeroplanini etib tushirgan ish Türkiye bilan Rossiyaning munosabatini jiddiylashtirip etgan edi. Ko'rish jarayonida Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Obama Turkiyaning havo tabarligi va territoriyasini qo'g'dash huquqini Amerika Qo'shma Shtatlarining qo'llaydiganligini bildirdi. Prezident Erdo'g'an bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Obama Parijda uchrashganda Uçuruş jarayonida Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Obama Turkiyaning havo tabarligi va territoriyasini qo'g'dash huquqini Amerika Qo'shma Shtatlarining qo'llaydiganligini bildirdi. Prezident Obama Turkiyaning Rossiya urush aeroplanini urib tushirganligi to'g'risida Turkiya Cumhuriyeti prezidenti Erdo'g'an bilan fikr almashtirdi. Bizning bir o'rtaq dushmanimiz bor. Ortaq düşmanımızga ortaq qarshi turayli deb ko'rsatdi prezident Obama.